Aziz vatandoshlar, mana sizlar bilan birgalikda 24 soat ichida 41 ming dollarga yaqin pul yig'dik. Ee, 24 soatli ehsonga olib chiqqan edik onajon. Mana biz 24 soat ichida 413 million 623 ming pul yig'amiz. Mana dollarga 31 ming 940 so'm. Dollar. 31 ming dollar pul yig'dik. 32 ming dollar. 60 dollar kam 32 ming dollar pul yig'dik sizga. Xursandmisiz? Ishlang. Ishlang. Doimiy bizga ehson qilib turadigan 500 dollardan bir pensioner onaxonimiz bor. 500 dollar ehson qiladi. Toqqa bochkaga chiqdik, bir ofisiant qiz 200 ming ehson berib, shu ehsoningizga qo'shib qo'ying berib ketdi, u toqqacha solib qo'ydik. O'sha 200 ming. Keyin Toshkent Miroboddan bir akamiz 1000 dollar, Toshkent Taxtapuldan bir akamiz 1000 dollar, Toshkentdan yana bir akamiz 1000 dollar, Toshkentdan bir tadbirkor akamiz mana 8 million, Toshkentdan yana bir g'ayratli akamiz 1000 dollar beribdi, o'g'illari 1 million so'm pul beribdi. Keyin yana Toshkentda bir akamiz 500 dollar, Toshkentdan Ibrohim degan akamiz 500 dollar, yangi o'ptimchi bir akamiz 300 dollar bergan, keyin bir Ilhom aka akamiz zakoti bor ekan 300 dollar berdi. Keyin bir Qashqadaryolik akamiz bor ekan, Toshkentda yashar ekan, u ham zakot ekan 2,5 ming dollar pul berdi. Toshkent Citydan bir akamiz 100 dollar bilan 400 ming so'm pul berdi. Shu jamini hisoblaganimizda 7,5 ming dollar, 9 million 600 ming so'm pul mana ehson kelganimiz. Ko'ryapsiz-a? O'shani sizga qo'shganimizda Xudo xolasa inshaalloh 41 ming dollar 24 soat ichida 40 ming dollar pul yig'dik. Duo qilas endi ona. Amin. Bereketi versin. Amin. Allohu akbar. Aziz vatandoshlar, mana sizlar bilan birgalikda 24 soat ichida 41 ming dollarga yaqin pul yig'dik. Endi azizlar, Otabek bu bemor akamiz, srochniy boradigan akamiz o'g'illari, Otabek nomida ism familiya. Otabek Akbarov chiqadi, bitta Uzkart, bitta Visa karta qo'yamiz. Mana shu videoni ham maksimal tarqatib yuboraylik iltimos. Tarqatmasanglar bo'lmaydi, chunki ahvol og'ir. Hozir bu bitta bemorimizga yetadi. Qolganlarimizga ham pul qilishimiz kerak. Bu Akbarjonning telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Iltimos, o'zingizni muhtojligingiz bilan telefon qilib boshini og'ritmang. Shu katta nomerini ber, o'qib. Yo'q. O'zi ahvol chatoq. Hammani qarab, bu bola bitta bolani o'zi to'kilib qolgan. Faqat yordam beradiganlar bu nomerga telefon qilsanglar, sizga lakasa tashab beradi. Naqd pullarni tashab ketaversa, qolganlar shu kartalarga tashaverasizlar. Bir qora akamizdan Alloh rozi bo'lsin, 10 million so'm pul tashab ketishibdi. Undan tashqari mana shu yaqinlar orta atrofidagilar kimdir 1 million